Assalomu alaykum azizlar. Men barcha uchun foydali va muhim bo'lgan ma'lumotni yetkazmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu siz uchun ham muhim. Yaponiyaning Hirosima va Nagasaki shaharlariga 1945-yil yadro bombasi tushgan va ko'plab insonlar nobud bo'lib, tirik qolganlar esa bomba ta'siri natijasida zaharlanib, majruh holatga kelishgan. Shu yadro bombasi zaharlarni inson organizmidan chiqarib tashlashlik va kelajak avlodni jismonan baquvvat bo'lishligi uchun olimlar turli xildagi tadqiqot va izlanishlarni olib borib va nihoyat bedana tuxumini iste'mol qilish kerak ekanligiga to'xtalishdi. Aholini doimiy taomlanish ratsioniga bedana tuxumi iste'molini kiritishdi va buning natijasi o'zingizga ma'lum. Yaponiya qisqa muddat ichida dunyoning eng yetakchi mamlakatlardan biriga aylandi. Chunki bedana tuxumining 1 grammida tovuq tuxumiga nisbatan A, B1, B2 vitamini 2,5 barobar ko'p bo'lib, D vitamini faol shaklida bo'lganligi uchun rahit kasalligini oldini olishga xizmat qiladi. Bedana tuxumida fosfor darajasi 5 barobar yuqori, ya'ni fosfor aqliy rivojlanishni jadallashtiradi. Bu esa ta'lim olayotgan maktab o'quvchilari va har qanday inson aqliy salohiyatiga hissa qo'shadi. Bundan tashqari, gipertoniya, qandli diabet, sil, anemiya va bronxial astmani davolashda katta foydasi bor. Metabolizm va qon aylanishini normallashtiradi. Bedana tuxumi keksalarga ham foydali. Muntazam ravishda bedana tuxumini iste'mol qilib yuradigan keksalarda bo'g'imlardagi og'riq 2 oydan keyin yo'qoladi. Eshitish va ko'rish yaxshilashadi. Bedana tuxumi homilador ayollar ratsionda ham bo'lishi shart. Chunki u toksikozni yengillashtiradi va homiladorlik davrini osonlashtirish bilan bir qatorda tug'iladigan farzandni ham har taraflama baquvvatlashtiradi. Aslida bedana tuxumini foydali taraflari haqida batafsil gapiradigan bo'lsak, vaqtimiz yetmasligi mumkin. Qisqaroq tushuntiraman. Inson organizmida immunitet mujassam. Immunitet baquvvat bo'lsa, har qanday kasalliklarga qarshi tura oladi. Va asosiysi immunitet nimjon bo'lsa, ya'ni tushib ketadigan bo'lsa, kasalliklar uni yengib o'tishi mumkin. Xullas, biz ta'riflayotgan bedana tuxumi inson organizmidagi immunitetni yosh, baquvvat va asosiysi har qanday kasalliklarga qarshi kurasha olishligida eng muhim foydali mahsulot hisoblanadi.